daf'a bizga pikmi bo'lishaverasiz ekan. Yo, what's up? Hammaga do'stlar, sizlar bilan men yana Kanrojim do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan ya'ni yerga tegmaslik o'yinini o'ynaymiz. Qanunda hozir biz mana bu yerni buzib, daraxtlarni olamiz. Okey, biz bu daraxtlarni tezroq olamiz. Bu yerni buzamiz. Xo'sh. Buni oldik va mana shu oxirgisi edi. Okey, yomg'ir. Bu yerda esa tegma, ya'ni biz bu narsalarga tegmasligimiz kerak. O'lib qoldik. Okey, biz boshqatdan spawn bo'ldik. Daraxtimiz u yoqqa uchib ketibdi. Okey, daraxtimizni shu yerdan olib, to'g'ri qishloqqa o'tib ketamiz. Qochishlar uchun uzun uzunlikdan uzur. Mana shu yerga qo'yamiz va bu yerga chiqib olamiz. Okey, ozgina qoldi va biz qishloqqa o'tdik do'stlar va nihoyat endi uxlab olamiz. Uxlab turdik, nega uxlab turdik? Okey, buncha tez bo'lganiga o'zim hayronman. Okey, sandiq bor ekan, sandiqni ko'ramiz. Bu yerda 11 ta olma, 8 ta non va 3 ta kartoshka bor ekan. Okey. Endi esa biz temirchin uyiga boramiz. Asta o'sha temirchin uyiga nimalar bor ekan? Bizning maqsadimiz nezirga borish va bu yerda 4 ta obsidian, 4 ta temir, 13 ta olmamiz bo'ldi va 3 ta oltin bor ekan. Okey, ketdik. Adashmasam boya ko'rganimizda bu yerda ko'p temirchining uyi bor edi. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Creeper yo'q, bu yoqqa chiqaylik. Tez. Sakra. Nimaga bo'lyapti? Yo'q, qoldik. Yana boshqatdan spawn bo'ldik. Okey, do'stlar, qaytib ketamiz. Yo'q. Yana endi biz bir ehtiyotkorroq bo'lamiz, joydan sakraymiz. Okey. O'tdik va let's go. Asta o'tmasak hozir yana o'lib qolishimiz mumkin. Sakraymiz. Undan ko'ra buzganimiz yaxshi, ya'ni xavfsizroq bo'ladi. Bu yerda buzib, bu yerga qo'yamiz. Okey. Bu yer yana voy salqin qoldi, bu so'z yana olib qolgan bo'lardik. Yo'q. O'lib qoldik. Bu yerdan loy qolib ketgan ekan. Okey, bo'ldi, endi o'lmaymiz. Bu yerga buni qo'yib bu yerga tushib olamiz va ketamiz. Okey, mana shu yerda buzib buni olamiz va bu yerga tushib Stop. Hali video tugagani yo'q. Kanalga obuna bo'lib, videoga tez like bosib qo'ying va kommentda o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Qanimiz davom etamiz. Okey, bu oxirgisi, endi o'lmaymiz. Mana bu blokni olib, bunisini ham olamiz. Let's go, bu yerdan. Asta o'tamiz. Tagimiz nima bo'ldi? Bilmayman, u tarafga o'tolmayman. O'tolmayman, toshbaqalar meni ko'ryapti. Obunachilar, men u tarafga o'tolmaganim uchun juda ko'p bo'ldim va videoni shu yerni kesib tashlashga qaror qildim. Qanunda davom etamiz. Okey, obunachilar, va nihoyat biz quruqlikka o'tib oldik. Endi bo'lsa ana bu polizdan kerakli narsalarni olamiz. What the fuck, bu nima, sholg'ommi? Yo'q, bu lavlagi. Yo'q, nomi esimdan chiqib ketdi. Okey, lavlagi sholg'om deb qo'yamiz. Eshitilishi g'alati bo'lar ekan. Okey, bizga urug'lari kerak emas. Bularni bu yerga solib o'stiradigan narsa qilamiz. Bizni sabzilarni bu nega teryapti? Bu sabzilar urug'larni olamiz, bu ekaveradi. Mana biznes. Okey, olamiz. Bu sabzini bu ekaveradi. Buni bu yerga ekamiz va ketdik narigi bog'dan. Sabzilarni olamiz. Okey. Yig'ib olamiz qaytadan va bizni sholg'omli lavlagimizni yig'ib olamiz birinchi. Ketdik tez Sholg'omli lavlagi. Kerak necha mana sizlarga aytgan sholg'omli lavlagi nomini bilsanglar o'zinglar yozib ketinglar. Pashti hammasini terib bo'ldik.
Okey. Buni bu yerga solamiz. Adashmasam berish kerak edi va yana bu yerda judayam ko'p, ya'ni ekadigan joy bo'lgani uchun bizda ovqatdan muammo bo'lmaydi. Buni ham bu yerga solamiz. Xo'sh, mana biz o'sha xohlagan narsa berdi. Bu bilan xaltachani bo'yasak bo'lar ekan. Okey. Bu tarafga o'tib biz sabzlarni ham yig'ib olamiz. Anchagina ko'p bo'lib qoldi deb o'ylayman. Уже dastak to'li ham bo'lishi kerak. Okey, asta ketdik. Bu yerda bosib olmasdan suvdan o'tishga majburmiz. Va yana bitta temirchini yo'yib, bu yerga ham kirib ko'ramiz. Xo'sh, sandiqda nimalar bor ekan? Sandiqda 17 ta olmamiz bo'ldi, 5 ta oltin va 5 ta temir, kiyim va bitta temir aslaha. Agar bu qishloqdan ko'p temir aslaha chiqsa, bizda bulardan muammo bo'lmaydi. Ya'ni o'zimizga temir bolta, temir kirka ham yasab olishga kuchimiz yetadi. Ketdik, keyingi joyga o'tamiz. Keyingi temirchining uyiga ketdik do'stlar. Okey, biz yana bir temirchining uyiga keldik. Kiramiz va sandiqdagi narsani olamiz. Bu yerda ham yana olma, non va obsidian. O'ylashimcha bu obsidian bizga portal qurishga yordam beradi. Ketdik. Okey, bu yerda yana nimalar bor ekan? Yana bitta temirchining uyi. Bu adashmasam 3-chisi. Xo'sh, o'zi ham chiqib ketdi. Okey. Do'stlar, bu yerda bitta ishdan 2 ta ekan. Okey, yana kiyadigan aslaha olmay ko'paydi, temirimiz ham yetadi. Bularni olamiz va bizda почти full kiyim bo'ldi. Qanunda ketdik. Mana bizda почти full aslahalar. Ketdik. Qolgan uylarni ham tekshirib ko'ramiz. Oldin bu yerda 2 ta taxta qarzga olamiz va o'zimizga aslahalar yasab olamiz. Bu yerga qo'yamiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Hammasi ishlatib bo'libmiz, okey. Va bitta vestag yasab olamiz. Vestagni oldik. Buni bu yerga qo'yib cho'k yasab olamiz. Bunday qilamiz. 2 ta cho'k yetishi kerak. Kirka va bolta uchun. Do'stlar, yetdi, chunki bizda qilich bor edi. Bizga ko'proq yer kerak bo'ladi, uning uchun bizga bitta lopatka kerak bo'ladi. Vestagni olamiz va yo'limizni yana davom etamiz. Okey, ketdik. O'sha yerda borsak, mana bu yerda yer bor ekan. Bu yerda astalik bilan o'tib, mana bu uyga kirib, uydagi sandiqlarni tekshiramiz. Okey, bu yerda 2 ta uzumrud va yana non bor ekan. Okey, ketdik. Yerda yana hosil bor ekan va somonni ham olamiz. Faqat oldin bu yerni yig'ishtirib olgandan so'ng. Okey, buni tezroq olamiz. Biz yig'ishtirib oldik. Bu urug'larni olib, ularni o'sha o'stiradigan urug'ga aylantirib olamiz. Urug'imiz nomi hozir esimda yo'q, shuning uchun uzr. Yerga solib okey, bitta berdi hozircha va keyingi urug'imizni ham sug'oramiz. Okey, yana bitta berdi, yaxshi. Biz уже ko'p narsalarni ishlatdik va endi bizga kerakli bo'lgan narsa bu portal topish. Mana shu yerdan chiqib, teparoqqa chiqib, portal bor yoki yo'qligini ko'rishimiz kerak. Chiqdik. Yomma-yo, portal, let's go. Endi portalni oldiga boramiz. Va bu yerdan tushib olamiz. Okey. Va ana bu samonlarni ham yig'ib, biz to'g'ri portal tarafga ketamiz. Let's go. Endi mana shu yerdan to'g'ri kesib o'tib portal tarafga boramiz va qo'yish uchun narsalar olamiz. Yana bitta samon blok. Va biz qishloqning bu tarafiga o'tib oldik.
Okey, bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan ozgina to'shab olamiz. Tosh qazib olganimizcha kech ham tushib qolibdi. Endi birorta uyda tunab qolamiz. Mana bu uyda. Xo'sh, yo'q, bu yerda divan yo'q ekan. Boshqa uylarda bo'lishi kerak. Okey. Bu uyda aniq yo'q. Balkim mana bu uyda bordir. Xo'sh, mana shu uyda aniq bo'lishi kerak. Bu yerga bir blokni qo'yamiz, o'tamiz. Yo'q. Sandiqda esa faqatgina bizga non kerak bu yerdan. Okey, ketdik. Kechgan tushquni buni asta o'tamiz. Va nihoyat bu yerda kravat bor ekan. Turoq bizga bu yerda yotishimiz kerak. Okey, biz yotib turdik. Endi yana do'stlar yo'limizni davom etamiz. Portal adashmasam u tarafda edi. Asta o'tamiz, endi tek ketmasligimiz kerak bu yerga. Bu yerda pullar qotganmiz, borligi esimga tushib qoldi. Okey. Mana shu yerdan to'g'ri yer qazib ketamiz. Qolgan joyimiz birdan yashin bo'lib qoldi. Lapatka bilan buzamiz va bu yerga tushib, mana shu yerdan davom etamiz. Okey, let's go, ketdik. Okey, biz portalning oldiga yetib keldik va endi chiqib portalning oldiga borishga harakat qilamiz. Bu yerga buni qo'yamiz. O'tirgan holda portalning oldiga borib olamiz. Ketdik. Mana hayot biz portalning o'ziga yetib keldik. Bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni olamiz. Mana bizda 12 ta obsidian, bu narsa bemalol yangi portal qurishga yetadi. Fireball, shlem va 3 ta kirka. Okey, bizda butunlay narsalar yetildi. Do'stlar, bugungi videomizda maqsad bo'lgan narsani ham biz bajardik va video shu yerda tugaydi. Shunday ekan, hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang.